142 savol tahlili. Kalsiy dixromat kislota bilan reaksiyaga kirishibdi. Natijada kalsiy dixromat hosil bo'ladi. Kalsiy brom 2O7 qo'shilgan vodorod. Kalsiyum ekvivalentli dixromat kislota qoldig'i ekvivalentli qisqarib ketadi. Shunchaki reaksiya 1/1 ekan. Hosil bo'lgan tuzning molar massasini aniqlang. Mana shuni molar massasi so'ralgan. Kalsiy dixromat. Yozib olamiz kalsiy bittasining massasi Mr barobar 40. Bromning ikkitasining massasi 104 qo'shilgan 112. Qo'shamiz 40 qo'shilgan 104 qo'shilgan 112. 256 kelib chiqadi. 256 D variantga to'g'ri keladi. 143-savol tahlili. 143. Kadmiy hosil bo'lgan tuzning 1 mol uchun atomlar sonini aniqlang. 143-savolni yechish uchun 142-savolga qarasak yechimni topsak bo'ladi. Ya'ni atomlar soni so'ralgan 1 mol uchun. Mana shu yerda kalsiyimiz bitta, xromimiz 2 ta, kislorodimiz 7 ta. Qo'shib chiqamiz. 10 kelib chiqadi. Ya'ni A variantga to'g'ri keladi. 144-savol tahliliga o'tamiz. 144. Magniy dixromat kislota bilan reaksiyaga kirishibdi. Natijada magniy dixromat qo'shilgan vodorod. Magniyum ekvivalentli dixromat kislota qoldig'i ekvivalentli qisqarib ketadi. Bu ham reaksiya 1/1. Masala shartida hosil bo'lgan tuzning molar massasi so'ralibdi. Magniyning massasi Mr barobar magniy 24, ikkita xromning massasi 52 104 bo'ladi. 7 ta kislorod massasi 112. Qo'shib chiqamiz. 24 qo'shilgan 104 qo'shilgan 112. 240. 240 B variant. 145-savol tahlili. 145 natriy dixromat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Natijada natriy dixromat hosil bo'ladi. Natriy xrom 2O7 qo'shilgan vodorod. Natriy 1 valentli dixromat kislota qoldig'i 2, teskari tashlab qo'yamiz, mana 2. Reaksiya 1/1, faqat natriyni oldiga 2 qo'yib qo'yamiz, reaksiya teng bo'ladi. Chap tomonning o'ng tomonidagi koeffitsiyentlar ayirmasi. Chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisi 3. O'ng tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisi 2. 3 dan 2 ni ayiramiz, 1 kelib chiqadi ekan. D variant olamiz. 146-savol tahlili. Litiy dixromat kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Litiy H2 xrom 2O7. Natijada litiy dixromat hosil bo'ladi. Bu natriy bilan bir xil. Litiy 2 xrom 2O7 qo'shilgan vodorod. Mana shuni Mr ni topishimiz kerak. Mr barobar litiyning ikkitasining massasi 7 × 14. Xromning ikkitasining massasi 52 104 bo'ladi. Qo'shilgan 7 ta kislorodimiz 112. Qo'shib chiqamiz. 14 qo'shilgan 104 qo'shilgan 112. 230. 230 variantga to'g'ri keladi. 146-savol tahlili.